Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar 13-aprel sanasi Xudo xolasa Giant navli giloslarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Videoni oldindan bitta like bosib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Do'stlar, mana Xudo xolasa Giant navli gilosimiz. To'riga 3 sxemada ekilgan. Mana mevalari kattalashib qo'ygan. Nisbatan necha qo'shimoq bo'lib qo'ygan. Chanqatib qo'yganligi uchun. Hosilni ko'rib turibsizlar. Juda ham serhosil. Barg tagida uncha ko'rinmayapti. Lekin mevani yashiradi. Kimda kim boqmoqchi bo'lsa, Xudo xolasa mashina bilan boq qilishlarini tavsiya beramiz. Sababi mevani yaxshi ushlaydi, sotilishi ham yaxshi, qo'shmog'i ham nisbatan kam. Do'stlar, Xudo xolasa ko'chatlariga zakaz olishni boshlaganmiz. Hozirdan aloqaga chiqib zakaz olib berishlari mumkin. Xudo xolasa shunaqangi har bitta daraxtimizni chirinkasini ko'zimiz bilan ko'rib, aylanib, shu holatda kaltaklan olib ko'chat ko'paytiramiz. Ko'chatlarimiz ishonchli, Xudo xolasa yaxshi navlar tavsiya qilib beramiz. Kimda kim so'rasa ham bizdan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring do'stlar, xursand bo'lamiz. Giant Red. Xudo xolasa 15-20 maylarda ham yana bitta video qo'yamiz, pishib yetilgan, sotilayotgan jarayonlarini ham. Bu KGBga aytmaydi. Sababi yonboshga o'sgani uchun shunaqa holatga keltirsalaring bo'laveradi. Tepasini 2,5-3 metrga chiqqanda liderlarni urib qo'yaverasizlar. Rahmat hammalaringga.